Xitoy doiralari Sharq Turkistonda turklarni kundan kuniga o'xshash bo'lmagan siyosatlar bilan osmolasiya qilib, milliy kimligini unuttirish uchun inson aqli kamaydigan tadbirlarni qo'llanmoqda. Xitoyning zuoni bo'lgan Xinhua torining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonlik o'quvchilarga atalmish Xitoyni vatan deb tonish, Xitoy kompartiyasini markaz deb tonish, Xitoycha sotsializmni tonish, Junxo madaniyatini va Junxo millatini bir butun deb tonishdan iborat atalmish 5 tonishnomidagi safsatalar orqali miyang yuyish va osmolasiya siyosatini kuchaytirmoqda. Kahramanmaraş şəhərlik hökumətinin Xitay Yivu şəhəri bilan Qeyrindaş şəhəri kelishimi imzalashi norozilik inkasini paydo qildi. Uyg'urlarga qarshi ig'ir bostirish ilib berayotgan Xitoy dunyoning chaqiriqlariga quloqlarini etib olayotgan bir paytda Kahramanmaraş şəhərlik hökumətinin bu qarori talash tortishga sabab bo'ldi. Bu vaqt so'z qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdulil Qarqash apandi mundaq dedi. Xitoy doiralari bir o'yinning peshida. Sharq Turkistonda zulm va bostirishlar shiddatli bir shaklda davom qilayotganda, Turkiyadagi Sharq Turkistonlik muhojirlarni umidsizlantirishga tirishgan Xitoy doiralari nima uchun Urumchi, Qashqar, Xotan, Turpan va Aqsulani Anadolu bilan qarindosh shahar qilmasdan Xitoyning ichki qismidagi bir shaharni atalmish qarindosh qilmoqchi bo'lyapti. Bu Kahramanmaraş ismiga hech yoqishmaydi. Kahramanmaraşning qahramon avlodlarini bu xato va vahimali qarorga qarshi konkret qadamlarni bosishga chaqiramiz. Xalqaro jamiyatning Xitoyga kelayotgan noroziliklar sababli Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlariga axborot xodimlarining kirishiga ruxsat qilingandan keyin Xitoyning atalmish tarbiyalash, erkinlik va besim yo'q degan yolg'onchiliklari yana bir qatim fosh bo'ldi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda chet ellik muxbirlarning savollariga javob bergan tutqunlarning qo'rqinchli yuz ifodalari va badan tilidan ochiq ifodalanib qolishi bilan birga muxbirning savoliga sukut qilgan Uyg'urga Xitoy amaldorining nima deyish kerakligini o'rgatishi diqqat tortdi. Muxbirlar yetakchilik qilgan Xitoy g'alchisining Uyg'ur tilida diniy erkinlikning borligini da u bek muhim demasak bo'lmaydi deb gap o'gitishi besimlarni yana bir qatim o'tirg'i chiqarib berdi. Yo'q, diniy e'tiqod erkinlikmi dedi, demamsiz uni. Diniy e'tiqod erkinlik bor. Ha, qansoch dema. Ha, women Jews, demamsiz qansoch desiniz bo'ldi. Andirmaydan men uyimga juma men da'vat misiniz bo'lmaydi mana. Ha, biz nahayt erkin qilamiz. 他们还是问，就是说咱们这个从事宗教信仰的自由，是自由的去可以信仰这个伊斯兰教吗？当然。伊斯兰信仰有自由。Yes, they enjoy the freedom of religion. Amerika, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Fransiya, Kanada va Italiya o'rnagan 7 davlat guruhi boshliqlar yig'ini Fransiya prezidenti Macronning Fransiyaning g'arbiy janubidagi Biarritz shahrida har qaysi davlat rahbarlariga kechki tomoq ziyofati berishi bilan boshlandi. Yig'inning bosh temasi tengsizlikka qarshi kurash deb belgilandi. Yig'inda bexatarlik, klimat o'zgarishi, ayollarga qarshi zo'ravonlik va ayollar barobarlik qatorliq temalarning muzokara qilinganligi bildirildi. Rahbarlarning Ukraina, Suriya, Iran va Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinishi qatorliq temalarni muzokara qiladiganligi mo'ljallanmoqda. Yig'in o'tkazilayotgan Biarritz shahrida minglagan kishi namoyish o'tkazish uchun to'plandi. Namoyishchilar G7 davlatlarining rahbarlarini davlatining klimat va iqtisod siyosatlarini o'zgartirishga chaqiriq qildi. Yig'inning bexatarlik uchun eng yuqori darajada amalliq tadbir qo'llanildi. Amerika hukumati Burma armiyasining Arakan musulmonlarga qarshi irqiy yo'qotish harakatining 2-yilidami armiyaning kishilik huquq tajovuzchiliklari bilan davomlashayotganligi haqida ogohlantirish berdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus 2017-yil avgustda Arakanda yuz bergan qatl-am va kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida bir yoziqcha bayonot e'lon qildi. Ortagus Amerikaning Arakandagi irqiy qirg'inchilikning 2-yilida har qaysi taraflarni harakatga o'tishga yana chaqiriq qiladiganligini ta'kidladi. Va 2 yil burun Burma armiyasi Arakanning shimolida qurolli kuchlarning hujumiga javoban 100 minglagan qurolsiz ayol va bolalarga qarshi xohlagancha vahshiy qirg'inchilik olib bordi dedi.